Sizlarchi? Nechta? Ayting, bormi? Qancha? Xorazmchasini aytaman, bizada 8 dan 10x bor. 1000 dona qimmatbaho sovg'a bor. 12 dona Sharbel Sheyxa 2 kishilik sayohat bor. Buni hammasi ishonchda. Orientirimiz yana Anka pochta joylashgan. Anka 2 etaj desa bilasizlar. Eski sum desa dimbir bilasizlar. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, sog'lommisizlar do'stlar. Bugun yine Anka ishonchda magazinda katta yangiliklar, katta sovg'alar. Xudo xolasa inshur bilan tanishtirib o'tamiz. Manzillarimizni aytib o'tganimizda Anka'mızın merkezinde, Mustaqillik ko'chamizda joylashgan. Eng qulay orientirimiz yana Anka pochta joylashgan. Anka 2 etaj desa bilasizlar. Eski sum desa dimbir bilasizlar. Eski sumda açılgan ishonch magazinimiz. Ana do'stlar, hozir Abdurahmon akamiz ishonch do'konida yangiliklarni o'zlari batafsil sizlarga tanishtiradilar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xolis TV YouTube kanali obunachilari, bizani kuzatib turgan hamyurtlar. Barchangizga kirib kelayotgan bayram bilan tabriklaymiz. Ishonch do'konimizni, ya'ni ishonch do'konlar tarmog'ini 15 yilligi munosabati bilan ishonch 15 yil uchun rahmat aksiyasi start oldi. Demak, bu aksiyamizda barcha filiallara amal qiladi. 8 dona 10x avtomobili, 12 dona 2 kishilik Sharbel Sheyxa sayohat chiptalari, 1,5 dona qimmatbaho sovg'alar qo'yilgan. 15 martdan 15 may sanasigacha amal etadi. Demak, bu aksiyamizda ishtirok etish uchun siz do'konimizga tashrif buyurib 4 million so'mlik xaridni amalga oshirib mahsulot xarid etsangiz, siz aksiya ishtirokchisine aylanasiz. 4 million, 8 million, 12 millionlik mahsulotni xarid etsangiz ham siz 2-3 bilet yutib oldingiz degan gap. Demak, 2 aprel günü Urganch shahrida g'oliblar aniqlanadi. Random programmasi orqali 2 aprelda va 17 aprel, qolaversa 2 may, 17 may kunlari ushbu qo'yilgan sovg'alar o'z egalarini topadi, g'oliblar aniqlanadi. Demak, bize hammaga omad tilab qolamiz. Ishi ko'rib turgan chiroyli 10x avtomobili sizniki bo'lishi mumkin. Ajoyib sayohatlar bor, 1,5 dona sovg'alarimiz bor. Hammasini yutib olish imkoniyati albatta sizda. Keling, sizlarni ishonch do'konimizdagi narxlar, mahsulotlarimizni, chegirmalari, bonuslar haqida ma'lumot bersak. Ekskursiya etamiz do'konimizga. Ekskursiya etamiz. Bemalol ishtirok etaverasizlar do'stlar. Beri görüp turganlarız bizani asosiy salonimiz, zalimiz. Bizada 11 dan ziyod mahsulotimiz bor. iPhone telefonlar, branddagi Samsung S25 Plus yoki Ultra modellari, Honor, Vivo, Samsungni A versiyalari va Redmi Note yoki Pro versiyadagi telefon mahsulotlari, qolaversa mashinalarga kerak bo'lgan diskalar, rullar, hamma turdagi jihozlarimiz mavjud. Maytafonlar, bizada do'konimizda mebellar to'plamam bor. Har xil turdagi stol stullarimiz, yana penallarimiz bor, ugaloklarimiz bor, oshxona jihoz, mebel to'plamlari bor, chinni buyumlarimiz, idishlarimiz bor. Albatta, bu bir gap bilan ta'riflaydigan narsa emas. Bizning do'konimizdagi mahsulotlar dim zo'r, sifatli. Hamma mahsulotimizga garantiya beramiz. O'zini imijine ega, standartlara javob beradigan original mahsulotlar barchasi. O'zingiz ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Bizada xolodilniklar, muzlatgichlar deymiz, konditsionerlarimiz bor, qo'l avtomat kir mashinlarimiz, gaz plitalarimiz, eng yaxshi branddagi sifatli mahsulotlar. Biz hamma mahsulotimizga 1 yildan 10 yilgacha garantiya beramiz. Kafolatlidirlar. Kafolatlaymiz albatta. Narxlarimiz ham juda hamyonbop narxlarda. Qarang. Mebellar to'plami, size shuni tushuntiraman. 7 million 914 ming so'm bahosi. Buni xohlasangiz 25% bonusda olishingiz mumkin. Xohlasangiz 7 million 914 mingni 15% chegirmada olishingiz mumkin. Demak,
bu görünüp turgan summani 15% chegirmasini hisob kitob etib ko'rishlari mumkin. Agarda xohlasalar bonusini olsa shu 7.914.000 ni 25% bonusini qo'shimcha yana bir sovg'a olib ketishlari mumkin. Eng asosiysi 006 aksiya. 006 aksiya degani o'sha mebel to'plamini xarid etsangiz 6 oya o'zini pulini hech qanday foizlarsiz, peniyalarsiz xarid qilish imkoniyati degani. Ya'ni shu 7.914.000 ni 6 oya bo'lib to'lashlari mumkin. Bu 006 aksiyamiz mebellar to'plamida bor va albatta notebook, kompyuter hamda printerlarimizdan amal etadi 006 aksiyamiz. Undan tashqari barcha turdagi mahsulotlarimizga, maishiy texnika, bitoy texnikalarimizga 003 aksiyasi. Bu degani hech qanday foizlarsiz, ustamalarsiz 3 oya o'zini tan narxini bo'lib to'lash imkoniyatine ega degani. Bizda hozirgi kunda oltinlarimizdan 10% chegirma bor. Ya'ni siz oltinlarimizni ko'rsatamiz. 10% chegirmamiz, 7%gacha bonus qo'shib beramiz. Bizani oltin mahsulotlarimiz asosiy firmenli oltinlar 585 probada gram o'zida yozilgan bo'ladi. Tan narxi bilan birgalikda Italiya brendi, Turkiya brendi va Ozarbayjon Baku brendi. Demak, ushbu brenddagi 585 probadagi har xil turdagi tillalarimiz mavjud. Kelib turib, xohlasangizlar naqd olishlari mumkin. Xohlasalar muddatli to'lov xarid etishlari mumkin. Gelib o'zlari ko'rib, yaqqanni xarid etib ketadilar. Oltinlarimizdan sifatini 100% kafolat beramiz. Xohlagan yerlarni olib borib tekshirtirib ko'rib xarid etishlari mumkin. Ana do'stlar, hech qanday qarayib qolmaydi, rangi o'zgarmaydi. 1 yillik kafolati bilan beriladi. Albatta. Ana do'stlar. 1000 bora eshitgandan bir bora borib ko'rgan yaxshi deydi-ku, bemalol tashrif buyurasizlar. Kelinki yo'lanki. Ama gelib turib, gelinlerini takınçaklarını olishlari mumkin, sovg'a olishlari mumkin. Bonuslardan foydalanishlari mumkin do'stlar. Bonuslardan foydalanishlari mumkin. Narx-navolardan bir ko'rib o'tib kelsak. Qarang, Honor modellari bor. Honor modellarında 20% chegirma, 25% bonus. Misal uchun 5 millionlik Honor telefonu gördüler. Xohlasangiz 20% chegirmada 4 millionni olishlaringiz mumkin bo'ladi. Agar istasalar, yo'q bizlara chegirma shart emas, bizlara bonus desa, shu 5 millionni 25%ni bonus etib, qo'shimcha yana bir narsa padarka olib ketishlari mumkin. Ana do'stlar. Misol uchun telefonlarimiz ham kafolatimiz bor. Bu yerda Honor modellarining har xil modeli bor. X9S, X6B variantlari, xotiralari 12256lik, 128lik, har xil ranglari bir-biridan ajoyib farqli. İnsanni ko'rganning jalb etadigan ranglari bor. Ayol kishilarimiz uchun Honor modelini X9S varianti. Bu reklamalarni ham ko'rgansiz, yong'oq chaqar telefon dedim. Yong'oq chaqardan. Tushib ketsam, sinib qirchilmaydi, bemalol qo'rqmay ishlatsa bo'ladi. Keyin Honor'ning eng oldi modellaridan Honor 200 modeli bam o'ta sifatli, o'ta ishlashlari kuchli. Xotirasi ham 256lik. Kamera, videolardan chiroyli tushib, chiroyli rasmlar bo'ladi. Hech qanday bir nuqsoni yoki bir aybi yo'q. 100% ham telefonimizga javob beramiz. Samsung telefonlarimizni bulardan qarang. Samsung Galaxy A55 modelimizda 10% chegirma yoki 20% bonusumuz bor. Pameti 256lik. 256lik. Ava E06 modellarimizda 20% chegirma, 25% bonusumuz bor. Bazı 10 aya 629 mingdan tushib ketmasanda? Yo'q, bizda faqat muddat to'lov 3, 6, 9, 12 ay. Evet, 3, 6, 9, 12 ay. 3 aya xarid etseler hech qanday foiz ustamalarsiz faqat shu telefonning narxini 3'e bölüp to'laydilar. 6 aya bo'ladigan bo'lsa ustamali bo'ladi. Bizda eng oxirgi последний varianti shu 12 ay. Halol nasiya savdo orqali 12 ay muddatda xarid etishlari mumkin. Ana do'stlar. Bemalol tashrif buyuringlar, qulayliklar ketdi. Mebellarimiz ham Toshkentdan keladi.
ve Urganchdan geladi. 2 tane karxanadan geladi. Qarang. Bu işi görüp duran gök ugalokimiz narxi 10 milyon 871 ming so'm. Bunda yana arı mebelde tushuntirganimizdek 15% chegirmada xarid etishlari mumkin. Ya'ni 1,5 milyondan ziyod chegirmasi bor. 25% bonus, 2,5 milyondan ziyod mahsulot xarid etish imkoniyati. Xohlasangiz chegirmada aytdim-ku, xohlasalar kelib turib chegirmada xarid etsinlar, xohlasalar bonusda xarid etsinlar. Ana do'stlar. Bu bonus deganda ko'pchilik tushunmay qolishi mumkin. Qarang, siz oddiy minimalni 10 million so'mlik bir narsa xarid etdingiz, 25% bonusi degani 2,5 million. 2,5 million so'm pul degani. Shu do'konimizda 2,5 million so'mlik yana bir narsani xarid etib ketdingiz. Bu yoningizda qoldi degan gap. Ana do'stlar. 10 milyonluk xarid etsizlar, 12,5 milyonluk mahsulot olib ketishlaringiz mumkin ekan. Albatta. Yana banda yana go'sht maydalagichlarimiz bor, chopperlarimiz bor, blenderlarimiz bor. Bular ham hammasi narxlari chiroyli narxlarda turibdi. Ana do'stlar. Do'konimizda xizmat ko'rsatish a'lo darajada. Tushunmagan savollar bo'lsa bemalol kelishlari mumkin. Kelib turib boshqa do'konlar bilan ham bizani narxlarni, mahsulotlarimizni sifat haqqini solishtirishlari ham mumkin. Bemalol biz o'zlarimizning do'konning hamma mahsulotimizga kafolat bera olamiz 100%. Bu yanda yana bu ugaloklarimiz, keyin oshxona mebellari, kuxunning nabor deymiz, ya'ni istagan razmerlaringizda bu ayni. Oshxona ugalok kelib turib, stol üzerine yakkanni xarid etib ketishlari mumkin. Kuxunning mebellar ana. Albero mebeldan keladi. Toshkent bilan Urganchdan keladi. Faqat 2 yerdan keladi. Boshqa qo'shimcha yerdan kelmaydi. Ana do'stlar. Eng oldi brend, eng yaxshi sifatli mebellar. Firmenli mebellar. Muzlatgichlarimiz, sensorli. Bularni afzallik tarafi ko'p. Bular ichida qo'ysangiz ham muzga ba'zida yopishib qolmaydi. Ba'zi xolodilniklar, muzlatgichlarda bir narsa buzxonasida qo'ysangiz, muzlab yopishib qoladi-ku. Bunda haroratni bir xil ushlaydi. Past ham, yuqori ham. Muzlab qolsa ham chopilmay, natilmay turmaydi. O'zini me'yorida ava muzlatib beradi ana. Ekonomi ishni ekan bu 244 kilovat ekan bu. Hem ekonomi ishni, hem hamyonbop narxlarda. Yil 12 oy. Ham bularning qulayligi, afzalliklari ko'p. Bu muzlatgichlarimizdagi turi ko'p. 245 kilovat. Artel, Avalon, Shivaki, Samsung, LG brendindagi Premier, Beko eng oldi brendlardagi Brusa modellarini, Rossiya modellarini, Rossiyada ishlab chiqarilgan. Yine 10 yil kafolatini ham ko'rsatib qo'yibdilar. LG brendindagi muzlatgichimiz 10 yil. Yana ko'pchilik hamma narsamizda 1 yildan 10 yilgacha 100% kafolatlangan mahsulotlarimiz. 10 yil kafolati bor ayna do'stlar. Servis xizmatlari bor. Kelib turib xarid etsalar, uylarni olib borib, o'rnatib, tayyorlab beradilar. Shunchaki mutlaq bepul. Xizmatlarimiz bepul. Gelip durup xarid etseler, dastavka ustanovka bepul albatta. Ana. Qolaversa, televizorlarimiz bayna. Ya'ni televizorlarimizni ham ko'rsatib tanishtiramiz. Artel, Premier, Shivaki, Avalon. Ushbu brenddagi televizorlarimiz, bular hammasi smart televizor. YouTube'dan giradi, ishlaydi YouTube'dan. Kachestvalar ham dum yaxshi. Hammasi smart axir. Hammasi smart. Bundan bana faqat smart televizorlar bo'ladi. Eng oxirgi modellarni. Bularning narxi bilan ham bir tanishtirib bersak. Qarang. Misol uchun televizor Shivaki brendindagi 50 lik televizorimiz o'zini haqiqiy bahosi 7 milyon 40 ming so'm. 15% chegirmada 5 milyon 984 ming so'mga xarid etishlari mumkin.
Yo'q, yani aytganimizdek, menga chegirma kerakmaydi. Bonus esa bu televizor modelimiz ham 25% bonusimiz. Ana do'stlar, 25% bonus. Ana. Gelavering banda Buralarda divan kreslo, kir mashinlarimiz uголок, mebel hammasi ve güzelse. konditsionerlarimiz, gaz plitalarimiz, plisoslarimiz, mikrotokli pechlarimiz yurtimizni insonlari bize hamma narsani o'rniga qo'yishni yaxshi ko'radi xalqimizdan. Misol uchun uyimizda konditsionerimiz bo'lsin deymiz, kir mashinamiz bo'lsin deymiz. Bir gap aytganda lyuks bo'lsin, hamma narsa bo'lsin deymiz. Shuning uchun kelib turib do'konimizdan xohlagan mahsulotlarni xarid qilsinlar. Eng hamyonbop narxlarda Avalon brendindagi konditsionerlarimiz o'zini bahosini 8 milyon 768 ming so'm, 25% bonus chegirmasi bilan 6 milyon 576 ming so'mga tushib turibdi. Buni 30% bonusda xarid etsalar bo'ladi. 30% bonus berganman. Yo'q, bu 12lik. Bu 9lik. Mana hozir sizga 9likning bahosi bilan narsa. Buni. Ava. Bu yerda 12likniki 9 milyon 945 ming so'm tan narxi, lekin 25% chegirmada 7 milyon 458 ming 750 so'm bo'lib turibdi. Xalasala chegirma, xalasala bonus. Ustanovka, dostavka bepul. Bepul. Ana do'stlar. Avtomat hamda pol avtomat kir mashinlarimiz. Görüp turganingizdek, bulardan 15% chegirma, 25% bonusimiz bor. Barcha turdagi plisoslarimiz, bulardan 15% chegirma, 25% bonusimiz bor. Qolaversa bizda yine avtomat kir mashinlarimizda yine 8 kilolik Tech modelinden 6 milyon 363 ming so'm. Beko brendinden bundan 20% chegirma bilan 4,5 milyon so'mlik kir mashinni 20% chegirmada 3 milyon 637 ming so'mga xarid etib ketibdilar. Ana do'stlar. Aristollarimiz ham bor. Aristollar bor. Aristollarimizniki bularning narxlari dim qimmat emas. 1 milyon 867 ming, 1 milyon 885 ming. Buni litrine qarab o'zgaradi. Misol uchun buni litri 50 litrine 1 milyon 885 niki. 80 litrlik, bam 80 litrlik. Litrine qarab narxlari o'zgaradi. Bularning ham shu ustanovkasi bor axir. Ava ustanovkalar. Ustanovkasi, dostavkasi bor do'stlar. Yani gaz plitalarimiz bilan ham tanishtiramiz. Bizda tokni ko'paytirib beradigan aparatlarimiz ham mavjud. Ana do'stlar, ko'pchilik toklar pasayib ketib, yani tok kam tortib turadi-ku. Shu aparatlarimiz stabilizator deyiladi. Bu tokni bir xil normada ishlaydi, ham desa tokni ko'paytirib beradi. Bularning narxlarini ham aytib o'talgan endi. Hozir ham ko'pchilikka kerak bo'lib turgan narsalar. Stabilizatorimiz tok ko'paytirib beradiganimizning narxi 6 milyon 110 ming so'm. 6 milyon 110 ming so'm. Ajoyib bonus chiqarib beramiz. Gaz plitalarimiz ham Ferre brendi, Artel, Bryusa, dut bo'ronlarimiz bor. Mikrotokli pechlarimiz bor. Pechlar bor edi. Yo'qtiralarzdi. Hammasi sifatli, yaxshi mahsulotlar. Sensorli, knopkali. Moyka aparatimiz zamonaviy. Yine zamonaviy moyka aparat. High-tech. Bundan qarang, o'zini bahosi 3 milyon 290 ming so'm. Hozir xarid etsangiz 25% chegirmasi bor. Ana do'stlar. Har xil suv sepib o'zi netadan bor, to'g'rimi? Bu aparatlar bilanmi yo bular oddenniy suv tozalaydi? Komplet. Yine do'stlar. Yine shu narsani o'zini 4 milyon so'mga qo'ydirib berdi odamlar, to'g'rimi? Suvni filtrlab tozalab beradi. Yine bizda sport qilish uchun, jismoniy harakatlar qilish uchun ham sport anjomlarimiz mavjud. Yugurish yo'laklari, begoy doroshka deymiz, velosipedlar, oyoq harakatlari uchun, trenajyorniy
trenajyorniy mahsulotlar, massajniy vibratsionniy mahsulotimiz, Oyoq tiyini massaj apparati albatta. Ana do'stlar. Bu tomonda bolalarning nalari, motosikl, mashin. Ofis kursilarimiz bor. Yosh farzandlar uchun, yine bolalar, qizlar uchun zamonaviy turdagi mashinalarimiz bor. Yosh bolalar ko'p qiziqadi. Mashinalar o'zlarimiz ham yosh bolamizda shu mashinalara, mototsikllarga qiziqqanmiz. Belanchaklarimiz bor. Belanchaklarimiz necha so'm endi? Bularni Belanchakimizning narxi ham yozilgan. Bolalar maneji Inter Mebel'den 2 milyon 30 ming so'm. Bu narxini 15% chegirmasi bor. Buna ham 15% chegirmasi bor. 25% bonusu bor. Bundan 006 aksiyasi bor. Ya'ni BAM mebellar to'plamına keladi. Qolaversa, bolalar uchun ikkili yotoqxona deymiz. Ya'ni 2 farzanda bo'lsa, shunday to'rt üstü pastli yotoqxonamiz ham mavjud. Ana bu. Bolalar spalnisi. Ha. Bemalol vajlarini qo'yishlari mumkin. Buni bahasi 2 milyon 590 ming so'm. BAM 15% chegirmasi bor. 25%. Yana bir narsa aytib o'tayim, bu 2 milyon 590 ming so'm narxni o'zi deb o'ylamanglar. Bu narxdan 15% chegirma bor. 15% chegirmasi 2 milyon 590 mingdan 15% chegirmani olib tashlab hisoblab pulini chiqaradilar. Ana do'stlar. Qiziqqanlar uchun. Keyin yana bir antikvarniy narsamiz bor. Dazmollash, ya'ni utiklash uchun bu chara qarang. Ha, bu yangilik-ku bu. Bu yangilik. Yana bu yerda tortmalari bor. Bu yerda Kerakli narsalarni qo'yadi. Tumichkalari, qiziq yeri. Bunda misol uchun buni yatırib qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol uchun utik basasak vaqtida buni ochib utik basadilar. Keyin buni aslan yatırib qo'ysalar ham bo'ladi. Ixchamli, udobli. Keyin tikuvchilarimiz uchun ham tikuv mashinlarimiz mavjud. Tikuv mashinlarimiz ham Jack firmasiniki. Hamma bilgan brend bu. Eng zo'ri, eng yaxshisi Jack bo'ladi. Buni ko'pchilik tikuvchilarimiz biladi. Yana bu yanda ustalarimiz uchun ustalarning anjomlari, svarki apparatlari, bolg'arka, shulpovoy, hamma narsa bor. Hammasi bor ekan. Kelib turibshidan shurpoyatlarimiz bor. Xarid etib ketaveradilar. Bularda ham chegirmalar bor? Bularda yo'q, bularda hozir chegirma yo'q. Bizda tez-tez chegirma narxlar o'zgarib turadi. Qolaversa bizda yana suv nasoslarimiz bor, divjoklarimiz bor, motopompalarimiz bor, suv tortib beradigan. Yangi nalar kelibdi-ku bu yerda. Rakoynalarni, to'g'rimi? Albatta. Modellari ham. Bulardan necha so'm ekan shular? Qarang, buni bahasi 2 milyon 987 ming so'm. O'zining bahasi bu, semestitilning bahasi bu. 244 ming so'm. Ana. Dushoy kabinalariga kelsak, kabinalarimiz 2 xil kabinamiz bor. Endi beri sig'anni qo'yib qo'yibmiz, lekin bu narsalarimizdan ham ko'p. 6 milyon 106 ming so'm. Bu 6 milyon 116 mingmi? 106. He, 106 ming. 6 milyon 106 ming so'm. Buni anandagi arg'i dushovoy kabinamiz 8 milyon 109 ming so'm. He, yine bu 8 milyon 109 ming so'm ekan. Ana do'stlar. Doğru apparib ustanovka qilib beradilar buni. Ha, apparib o'rnatib beradi. Qaladoza ulab, suv liniyalarini ulab, kapolatlab bellaydi ishonchli. Ana. Ham misol uchun bizlarni bu yerdan mahsulot xarid etsalar, misol uchun telefonni aytali yoki notebookni aytali, kompyuterlarni. Endi baribir texnika-ku, defekt chiqmaydi-kudan, chiqmagan-kudan, mabodo shunday vaziyat bo'lgandan servis xizmatlari mavjud. Misol uchun telefonni olib borib shu servisga ko'rsatadilar. Endi o'zlari tushirib yoki bir sindirib, yo bilar bilmas, baribir qiziqqanlikda bo'ladi-ku. Bu narsalarga javob beramiz. Zavodskoy o'zidan chiqqan defektga javob beramiz. Ana do'stlar. Zavodskoy defekt bo'lsa, servis xizmatlarini ko'rsatadilar. Bo'lmasa yangilab berasiz. Bo'lmasa yangilab beramiz. Ana do'stlar. Bemalol ukanimizni
aylanıp halkımıza gösterseniz. Xanka İşanç dökanına geleverəsizsə, en zor, en çıraylı hamyonbop narxlar Xanka İşanç dökanında. Nafaqat Xanka, bəlkə Özbekistandakı barcha İşanç filiallarında en yaxşı narxlar hamyonbop, en acayip çegirmələr, bonuslar, hamısı İşanç dökanlar tarmağında. Bemalol başqa dökanlar bilan salışdırıb görüşləriniz mümkün. İndi bizə xalqımız bu bilan bunu salışdırıb görədik. Görədilər o. Bemalol salışdırıb görəversirlər. Arzan narxlar. Ana dostlar, 1000 bara eşitkəndən bir bara körgə yaxşı deyil ki. Bemalol təşrif buyurunlarla İşanç dökanına, mütəxəssislərlə sizlərə to'liq ma'lumotlarni beradilar. Xudo xolasa gelib görüb xarid qilaverasizlar. Biz hozir hamma yerni ko'rsatavermadik. Buni ko'p narsalar bor. Bu tomonlarda to'g'rimi? Aytdim-ku, 11 mingga ziyod mahsulotimiz bor bizda. 11 mingga ziyod mahsulot bor. Par utiklarni ko'ring, yana stoykalar. Par beradan utiklar yana. Hava. Misol uchun rubashkalari, yo'naklari, kostyumlar hammasi. Bulardan bonus olib turgan ekan, to'g'rimi? Hava. 25%. Oli dazmol Avalon brendida 15% chegirmasi, 25% bonusi bor. Bu ko'rib turganingizdek, birisinde bor, birisinde yo'q. O'tgan oylarda, undan oldingi haftalarda bunda bor narsa, bunda bo'lmagan. Endi hozir bunga bonus chegirma chiqqan, bunda chiqmagan. Bemalol kelaversinlar. Bizda tez-tez narxlar o'zgaradi, chegirmalar, bonuslar обязательный mahsulotlarimizda bo'ladi. Hem bayramona aksiya, hem 15 yilliki 8 dona Onyx avtomobil ham zo'r sovg'a menimcha. Bundan tashqari umr yo'ldoshingiz bilan yoki oilangizdan kim yoki otangiz, onangiz yoki singlingiz, ukangiz bilan 2 kishi bo'lib turib sayohatga ketsangiz ham Misr. Sayohatga chiptalarni. Sharm el Sheyx 12 dona chipta bor. Ya'ni 24 odam ketadi degan garantiyasi u. Undan tashqari 1,5 ming dona sovg'ani ichida qimmatbaho deb turibdi. Balkim gaz plita chiqar, balkim oltin chiqar, oltin to'plam, balki kir mashin yoki Onyx avtomobili, konditsioner deysizmi, mebel deysizmi, xullas dükanımızdaki en zor mahsulotlar albatta sovg'a sifatida topshiriladi. G'oliblari random programmasi orqali aniqlanib, o'z egalarini topshiradilar. Ana dostlar, bemalol tashrif buyuraverasizlar. Mahsulot ko'p edi. 11 mingmi? 11 mingdan ziyod mahsulot. 11 mingga ziyod mahsulotlar. Yana bu gaz plitalarimizni ko'rsatinglar, 5 ko'zli ideal brendidan. Narx ham chegirmada 10%. 7 milyon 483 ming tan narxi 10% chegirmada 6 milyon 734 ming 700 so'mga xarid etadilar. Xolos 25% bonus. Bonus. Sukuler aparatlarimiz bor. Endi bana yaz-ku. Yani yazdan, qishdan eng kerakli narsa. Yazda suvungizni salqinatib bersa, qishda damog'ingiz og'rib bir kasalam qolmasligi uchun qizdirib beradi. Qizdirib beradi. Xullas, xonadona xo'jalikka, isha, ofisga, do'kona kerak narsa. Kerak narsalar. Bizda shashlik qozonlar ham bor. Ana, bu yoqda endi Kukmara. Mayopga yetasizlar, yana shashlik qozonlar. Uyda oilaviy o'tirishlar. Oilaviy o'tirishlar, bu yoqda yana qozonlar. Morazelniklarimiz bor. Ish qilib xullas, beragan odam chiqasiga men bir ekskursionni oladi-da. Haqiqatdan ham yana. Bemalol tashrif buyuringlar. Xudo xolasa, ishonchsizni aqlaydi. Albatta. Ana. Chinnilarimiz yine, idishlarimiz mavjud. Kemplik chinnilar. İşi bir kemplik o'xshaydi. Ana. Yana bu bir kemplik, bu bir kemplik, bu bir kemplik. Her qaysisini o'zi idishlarni yozib qo'yibdi-da, idishlar to'plami. Finezza brendidan. Finezza brendining narxidan istiralgan. İşi ko'rib turgan kemplikingizning bahosi 1 milyon 677 ming so'm. Ana do'stlar. 1 milyon 677 ming so'm. Her narsadan 6-6dan ham bor bunda. 6 kasası, 6 şorva kasası, 6 adam kemplik. Keyin ovqat uchun, meyveler uchun, bunda ya çayniklar ham mavjud. Bundan bor çaynik, bulardan bor. Ko'rib turganingizdek bir-biridan chiroyli, bejirim, go'zal va nafis. Eng oxirgi modellar shuda. Naborlar bor ekan meydana. Naborlar bor.
Kaşık, vilke, bıçak. Ana dostlar. Gilemler ham bor. Albatta. Gilamlarimiz sag va urgaz gilamlaridan iborat. Sag, urgaz. Birinchilardan. Ava. Misol uchun, ina bu yerga kelib turib, xohlagan gilamlarni xarid etishlari mumkin. Endi bu yerda turibdi, xolasalar, mana olib ketadilar. Keyin bizlar bilan shartnomasi bor do'konlarimiz bor. Shu Xanka Kurkandagi Bekstroy materiallarini yanında sag va urgaz gilamlari bor. Bu yerda assortiment ko'p. Shora borib turib, ko'rib, bu yerga kelib turib, rasmiylashtirib olib ketib biladilar. Xolasalar naqd muddatli to'lov evaziga yoki ustamasiz 3 oyga bo'lib to'lash imkoniyatiga ega. Hammasi hamkorlikda ishlanadi. Ava. Bemalol tashrif buyuraverasizlar. Kelaverasizlar, do'konimizda sizlarni xursand etadigan, sizlarga yoqadigan hamma mahsulot bor. Ana do'stlar, aytganimizdan ming bora eshitgandan bir bora tashrif buyuringlar, xudo xolasa. Ishonch, sizlarning ishonchingizni qozonadi. Pasport bilan kelsalar bo'ldi. Bir pasport bilan kelsalar bo'ldi. Shu ma'lumotni aytib o'tamiz, yaxshi yada soldingiz. Bir pasport bilan kelasiz. Ish joyi shart emas. Ish joyi bo'lmagan yurtdoshlarimizga 4 million so'mlik bir pasport evaziga mahsulot berib bilamiz. Undan tashqari nomanda avtomashinasi bo'lsa 10 million so'mgacha mahsulot berib bilamiz. Agarda davlat ishida idora tashkiloti ishlaydigan bo'lsalar, domam yaxshi, ular ham xohlagan mahsulotlarni o'zina kerakli uy jihozlarini xarid etib ketaveradilar. Oson. Bizda ishsizlar ham beriladi, ishchilar ham beriladi. Xullas, biz ishonamiz xalqqa.